Abbos yangiliklar yo'qmi-ku, bir xil birov narsa chiqarib zerikmadinglarmi? Assalomu alaykum aka. Asabiylashmang, keling aka o'tiring. Turing aka, endi ichkaridan ko'rsataman sizga narsalarimiz hamma yo'qda. Olib kirib oldik-ku, qanaqa yangiliklaringiz bor o'zi? Aka, yuravering ichkariga, ichkaridan ko'rsatamiz yangiliklarni bitta-bitta. Nimaga meni bu tanlovlaringni oldiga olib kelding-ku? 3 metr, 4 metr tanlovlaringdan zerikanman, kalta gulta turbalaringdan. Aka, siz rosa ham shashqalar bo'lagan. Bu tanlovlar siz o'ylagan 3 metr tanlovlar emas. Bu aka, mashinalarni ko'ryapsizmi? Kichkina yo'l tanlovlar va hammasi aka metrajini chiqadi. Kattasi deysizmi aka, kichkinasi deysizmi, kerak bo'lsa turbasini ham sizga metrajini qilib, aytgan metrizda chiqarib beraman aka. Bo'lishi mumkin emas-ku. Aka, men sizga aytayotgan Chiripista yangi vandalar shular bo'ladi aka. Ularimiz xudo xolasa bunisi vodiyda 3 ta bo'lsa, bunisi aka vodiyda 1 dona bo'ladi. Bu Chiripistalarimiz aka, bularni yuzga yopadigan bo'lsa, shunaqa chiroyli, shunaqa go'zal chiqadi. Aka, siz o'ylagan bu oddiy stanok emas, 17 gofra yopyapmiz deysiz, lekin 17 gofrani zamonaviy usuli aka, bu 1 sekundda 1 metr chiqara oladi. 1 dedingiz 1 metr chiqara oladi aka. Bundan tashqari, bu aka 35 gofra bo'ladi. Buni aka zavodga, katta-katta korxonalarga ishlatsangiz bo'ladi. Uyingizga ham ishlatsangiz bo'laveradi aka buni. Yaxshi. Sizlarda ham ancha o'sish bo'libdi-ku. O'sish katta aka, u qanaqa tunuka endi bu odamlarni ko'tarib. Aka, nima qilyapsiz? Men sizni g'alati asabiy ekansiz, ham olgan chiqib olaverasiz. Qaysi mashinadan olgan chiqadi aka bu. Ko'ryapsizmi aka, mana sakrab olsadan bo'laveradi bular. Aka, sinmay. Ikkisini ham ko'tarib. 1,5 metrga ham yo'lga to'qib olaverasiz aka. Aka, sizda yangilik yo'q, sizni ko'ryapsizmi? Hamma stanok yangilik aka. Men orqasida turgan stanogimiz aka, bu qaychimiz bo'ladi aka. 4 mm gacha bo'lganliklar bemalol kesadi aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz, nariyal 4 metrlik bukadiganimiz bor, 5 metrligi bor aka. Bu yerda mana eng qimmati bor. Bu anjanda bitta desa ham bo'laveradi. U ham 4 mm gacha bo'lgan liboyli chizni xohlagan holatda keltirib bera oladi aka. Undan tashqari ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda aksual stanovlarimiz bor. Bu yerda tomga kerakli hamma aksuallarni stanovdan siz xohlagan metrda chiqarib bera oladi aka. O'ylanib 1 metrga, 2 metrga demaysiz. 5 metrmi? 5 metrga bo'lsa 5 metr chiqarib bera olamiz. Bularda yangilik yo'q desa, hamma yangilik shularda ekan. Uja upakovkalarda ham boshlash bo'libdi. Hamma stanovlari bor ekan. Bilinib yurgan ekanman. Sizlar ham shu ustaga o'xshab Astrovilda yangilik yo'q deyapsizlarmi? Astrovilda juda katta yangilik bo'lgan akalar. Chiripista stanovlarimiz kelgan. Vodiyda, Andijonda bitta bo'lgan Chiripista stanovlarimiz kelgan. Kelib ko'ringlar, sifatini ham, narxi ham sizlarga ma'qul keladi.